Assalomu alaykum. Xush xabardorlar, biz obunachilarimiz. Anchadan video qilgan o'g'lim YouTube'ga sizlar bilan bo'lib, mana xonam bilan bo'lib vaqtni o'tkazdik. Yangiliklar bor, videoni oxirigacha ko'rsatadigan videolarimiz bor. Maslahatinglar kerak, sizlar maslahatinglar juda zarur hozir. Sizlarning fikrlaringizni, maslahatlaringizni qoldiringlar. Yangiliklarimiz mana qushxonamiz tashda bitdi. Dinozavr zakaz qilib qo'yganmiz. Yaqinda keladi. Qushlarimizni bolalatishga tayyorlayotganmiz. Mana o'zimizning robotchi qushlarimiz bor. Hammasini hozir semirib ketgan. Diyetaga o'tkazib, dori-porilar, suvlar berib boqyapmiz. Mana paramiz tuxum qo'yib qo'ygandi. Olib qo'ydi tuxumni mana. Qolganlarini uyasi yo'q. Mana ularning ichiga tuxumlar qo'yib tashlayapti. Mana ham kecha tuxum qo'yib qo'ygan yeriga. Sinib ham qoldi tuxumi. Endi ozginadan berib yuboraylik. Sentyabrlarga o'tib bolalatamiz deb Dinozavr ilganimiz yo'q. O'zimizda robotchi paralar, chiroyli paralar. Spingal. Mana bu Texaslarda 500 Texas qilib qo'ydi. Mana orqadan ham bor. Maşallah deb yozib ketinglar, ko'z tegmasin. Texaslarimiz bor. Faqat spingallarimiz bor. Spingallar mana ranglari bor. Yerda ham Texas. Yo'qda katta qushlar bor. Mana limon perxorilarimizni ham baqa olib chiqib qo'ydik. Xudo xohlasa qayda bolalatamiz. Katta qushlarning oldida stressga tushyaptimi bilmayman, baqirganda ona aratinkalar yomon baqiradi. Qushlar sal stressga tushma, qayda ishlamadi ag'lar. Shunga baqa o'zgartirdik. Xudo xohlasa ishlab qolar ulardan. Double bilek paralarimiz. Narmodan qilib yuklab qo'ydik. Xudo xohlasa. Rivojlanlar. Ham ko'p temasin. 8 jup bo'ldi double bileklarimiz. Ko'pchilik narxini so'rashyapti. Narxi $350 dan oldik. Bir jupi $350. Hozir endi shunaqa bo'lyapti ekanda narxi. Bu yerda faqat shu mana bunaqa qimmat qora papugaylar bilan radojniy babichka, Texas babichka, spingal babichka shunaqa. 20 jup shunaqa. Texas spingal 25 jup maydagilar. 25 jup faqat babichka. Mana double bileklarimiz bor. Perxorilarimiz 2 jup sariq, 2 jup ananasi. Nari tomonda qimmat qushlarimiz, katta qushlarimiz, ularga alohida, bularga alohida joy qildik. Qushlar ishimini ham bo'lib tozalashga vaqt bo'lmadi. Xohlasa bugun kechqurun tozalab qo'yamiz. Videoni uzmayman, montajsiz. Mana bu yerga qushxonamiz. Qushlar bo'shab qoldi, enchasini sotib olganman, bilasizlar. Bu yerda bolalab turgan radojnilarimiz. Bolalar chiqib tashqarida yuribdi mana bolalar. Shunayotgan bo'lsa, ular hammasi bolalar. Orqasidagi bolalar. Chiroyli chiqqan bolalar. Mayda mana hammasi bolalar, tashqarida yurganlar. Tashqaridagilar bolalar. Bolalar o'zi yaqinda tushdi. Hali bolalar tushib ulgurmasdan ham qo'yib olishdi bular. Mana qaranglar, ko'plagani 8ta, 9ta tuxum qo'yadi bular. Bu yoqda ham 1 metrga, uzunasi 1 metr, eni 60 metr, balandligi 50 santimetrlik qafasimizga 3 jupdan tashlaganman. Bu gala boqishda ham o'zini qonun qoidasi bor. Bilmaganlar juda boshida qiynaladi. Qushlar bir-birini cho'qib o'ltiradi. Uni maladoylarga birga boqasizda 3 jupni. Dinozavr ilmay tashlaysiz. Bir-biriga yaxshilab juftlashib moslashib olgandan keyin dinozavr ilasiz.
Undan keyin umuman qush qo'shmaysiz ega. Agar bir dona qush qo'shsangiz, hammasini bolasini cho'qib tashlaydi. Shunga ahamiyat beringlar. Umrada qushingiz bittasi o'lib qolsa ham, bega boshqa qush qo'shilmaydi. Ishlab turgan paytda umuman qush qo'shib bo'lmaydi. Yomon urishadi, yomon cho'qishadi. Shunaqa tartib qoidalari bor. Mana 3 jup mashina boqmoqchimisiz? Ginizdo ilishdan oldin 3 jup tashlaysiz. Boyasiga yetkazasiz, undan keyin ginizdo ilasiz, bolalatasiz, undan qush olmaysiz ham, qo'shmaysiz ham qaytib. Shunda bir-biri bilan urushmay kelishib ketadi. Bu yoqda Aleksandrimiz buni sotuvga qo'ygandik, eslasalaring. Qisqasi qush sotilmadi, bitta ikkitasi so'radi. Narxini kelisha olmadik, endi sotmaydigan bo'ldik. Sababi rasa bosishyapti. Xudo xolasa ishlaydi bular. Xitoy qapasi olamiz deb sotayotgandi, Xitoy qapasini olib bo'ldik, ishimiz bitdi. Endi bunaqa pulam kerak emas. Endi qushlar kamayib ketyapti, shunga sotmadik. Aratinkalarimiz, bular xudo xolasa ishlaydi. Sariq ajrayli. Har yili ikkita bola chiqaradi, robot param. Bu yoqda ham aratinka. Tuxumga harakat qilib turgan para ishlaydi bu ham. Sabr qilsangiz, любой qush ishlaydi. Mana isboti. Mana shu qushim ishlagan para edi. 3 yil bola bermadi, lekin sabr qilib boqaverdim mana. 3 yil bola bermadi. Bolalagan qush. Mana bir yil bir dona bola berdi. Hozir yana bosib turibdi. Xudo xolasa ishlaydi yana. Bu yoqda aratinkamiz. U kuni bolalarini ko'rsatdim, ko'rgan bo'lsalaring. Bu yerda ham mana bolasi bor. Aratinka qushlarimizni bolasi bor, hozir ko'rsataman. Bunga aytgan bo'lsak, mana shu bolalar. Sizlarga murojaat. Mana shu aratinka qushlarimizning jo'jasini xohlasalaring sizlar kontent uchun ruchnoy boqib, ruchnoy qush qanaqa o'rgatiladi, qanaqa donga o'rgatiladi, shu qanaqa boqiladi, necha mahal ovqat beriladi. Batafsil qo'lga o'rganguncha, gapirguncha kerak bo'lsa, olib boramiz shuni. Agar sizlar xohlasalaring. Agar qiling, bizga qiziq, biz ham o'rganmoqchimiz, qushlarni ruchnoy boqib, qo'lga o'rgatmoqchimiz, gapirtirmoqchimiz yoki qushlarni qo'lga o'rgatib, ruchnoy qilib, sotib daromad qilmoqchimiz desalaring, kommentariyada o'zlaringizning fikrlaringizni qoldiringlar. Albatta men inobatga olaman. Agar qiziq ko'p bo'ladigan bo'lsa, olamiz ruchnoyga. 7 ta qushimiz bor, 7 ta jo'jamiz bor. Olib, o'sha ruchnoy boqib ko'rsatamiz. Instagramda agar 10 mingtadan ochsak, bittasini aktiv podpischigimga sovg'a qilaman o'sha aratinkalarni mana. Sizlar oldinglar aytdim. Bizda shular yangiliklar. Mana bu yerda ertaroq olib qo'ygan radojniklarimiz bor. Hozir ko'rsatgan radojniklarimni akalari bular. Ular ham yetilib qoldi. Sentyabrga o'tib ishlaydi. Radojnik yaxshi bo'lyapti. Tavsiya qilaman, boqinglar radojnik. Juda ko'pchilik sotiladigan qush so'rashyapti. Sotiladigan qushim bo'lsa, Telegram gruppam bor. Silkasini qoldiraman kommentariyada, opisaniyada. O'tib shu yerga o'tib olsalaring, shu yerda tashlayman. YouTube'ga sotiladigan qush qo'ymayapman. Sababi YouTube'ga qo'ysam sotilib ketadi. Sotilib ketgandan keyin juda ko'pchilik so'raveradi. Masalan, 1 yil, 2 yildan keyin ham bu video YouTube'da turadi, telefon qilishaveradi. U qush sotilib ketgan deb odam ovora bo'lib qolyapti-da. Kommentlar o'zimiz. Shuning uchun YouTube'ga sotiladigan qush qo'ymayapman. Telegram gruppam bor, o'sha yerga qo'yib turaman. Keyin qushlar haqida ma'lumotlar ham bo'lib turadi, maslahatlar, qanaqadir qushingizda qandaydir muammo bo'lsa, Telegram gruppaga yozsangiz javob berishadi. O'zim kirib o'qib qolsam, o'zim javob beraman. Bo'lmasa tajribali qushchilar bor, javob berishadi. Kanalimiz yangi, bilasizlar, obuna bo'lib qo'yinglar, ozgina qo'llab-quvvatlab yuboringlar.